Bugungi ma'ruza mavzusi enzotik kasalliklar, morbus enzotika yoki endemik kasalliklar deb ataladi. Morbus endemika. Endemis so'zi fransuz tilidan olingan bo'lib, mahalliy degan ma'noni bildiradi. Endemik kasalliklar bular ma'lum bir biogeokimyoviy hududlarda yoki provinsiyalarda ayrim mikroelementlarning yetishmasligi yoki ularning ko'pligi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar tushuniladi. Ma'ruza rejasi quyidagilardan iborat. Bugun biogeokimyoviy hududlar to'g'risida tushuncha beramiz va gipokobaltoz kasalligi to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Biogeokimyoviy hudud deganda shuni tushunish kerakki, tuprog'i, suvi, o'simliklar tarkibi, undagi mikroelementlar miqdorining bir-biriga o'xshashligi bilan tavsiflanadigan hudud tushuniladi. Biogeokimyoviy hududlar to'g'risidagi ta'limotni birinchi marotaba fanga akademik Vinogradov, Kovalskiylar kiritgan. O'zbekiston sharoitida hududlar bo'yicha biogeokimyoviy rayonlashtirishni Mark Arnoldovich Rish, Samarqand davlat universiteti professori, cho'l ekologiyasi va qorovulchilik ilmiy tadqiqot institutining biokimiya laboratoriyasining mudiri Rashid Abdullayevich Daminov, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti umumiy ximiya kafedrasining mudiri bo'lib ko'p yillar faoliyat ko'rsatgan professor Nazarov, Sharif Nazarovichlar demak rayonlashtirgan. O'zbekiston hududi aslida demak stronsiy, bariy, nikel, kalsiy elementlarining ko'pligi bilan tavsiflansa, shu bilan birgalikda mis, yod, rux, kobalt elementlarining yetishmasligi bilan xarakterlanadi. Mana bu jadvalda ko'rinib turibdiki, hayvon organizmining sog'ligi, mahsuldorlik darajasi, u yashaydigan tuproq iqlim sharoitiga va unda o'sadigan o'simliklar dunyosi bilan bog'liq bo'ladi. Tuproqda o'simliklar tarkibida qanday mikroelementlar yetishmaydigan bo'lsa yoki ko'proq uchraydigan bo'lsa, demak hayvon organizmi deb shunday jarayon kechadi. Shu uchun veterinariya vrachi yil davomida yilning faslidan kelib chiqib profilaktika ishlarini, endemik mikroelementozlarni oldini olish chora-tadbirlarini ko'rish kerak bo'ladi. Endemik mikroelementozlar qaysi vaqtlarda ko'proq kuzatiladi? Ayniqsa mahsuldor hayvonlarda va yosh hayvonlarda ko'proq kuzatiladi. Mahsuldor hayvonlarning laktatsiya davrida, tug'umdan keyin hamda bo'g'ozlikning oxirgi 3 oylarida, 7, 8, 9 oylarda ko'proq kuzatiladi. Mana O'zbekiston hududi misga kambag'al tuprog'imiz, yod yetishmaydigan hudud, kobalt yetishmaydigan hudud dedik. Mana shu hududlarni, hudud deganda endi misol Farg'ona vodiysi, Mirzacho'l, Qarshi cho'li, Samarqand bohasi, Orol bo'yi hududlari mana shular demak yaxlit holatda demak o'rganiladi. Mikroelementlarning etiologiyasi bo'yicha, kelib chiqish sabablari bo'yicha uni tabiiy demak omillar mavjud unda. Ular shu hududlarda mikroelementlarning yetishmasligi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar. Shu bilan birga hisoblash kerakki, ayrim mikroelementlar, misol uchun mis O'zbekistonning barcha hududlarida yetishmaydigan bo'lsa, shu bilan birgalikda Tomdi, Uchquduq tumanlarida, Zarafshon shahri atrofida bu yerda mis mikroelementi keragidan ortiqcha bo'lib hisoblanadi. Shu uchun ayrim yillarda bu yerda qo'ychilik xo'jaliklarida endemik ikterogemoglobinuria degan kasallik kelib chiqadi. Chunki misda to'planadi. Jigarda to'planadi mis elementi. Agar 50 milligram kilogramm miqdorga yetgandan keyin jigarda, gepatositlarda demak o'tkazuvchanlikning oshuvi hisobiga bilirubin almashuvining buzilishi natijasida sarg'ayish kelib chiqadi. Shu uchun endemik ikterogemoglobinuria deb ataladi. Texnogen omillar mavjud yana.
endemik kasalliklarning kelib chiqishiga. Bunga misol qilib Surxondaryo viloyatining janubiy tumanlarini aytish mumkin. Angor, Sariosiyo rayonlarida Tojikiston alyuminiy zavodidan chiqadigan demak endi chiqindi bilan bunda ftaroz kasalliklarning yuzaga kelishi bilan bog'lash mumkin va texnogen omillar mavjud. Nimalar? Antropogen omillar mavjud bunda. Antropogen omillardan insonlarning mineral o'g'itlarni, madaniy o'g'itlarni noto'g'ri ishlatilishi yoki qayta ishlatilishi natijasida endemik kasalliklar kelib chiqishi kuzatiladi. Misol uchun har yili yerga biz azot saqlovchi mineral o'g'itlarni yoki madaniy o'g'itlarni ko'proq soladigan bo'lsak, shu hududdan unga antagonist bo'lgan mis mikroelementi biologik aktiv tizimdan siqib chiqariladi va organizm tomonidan mis mikroelementini o'zlashtirish qiyinlashadi. Yoki demak kaliyli o'g'itlarni ko'p ishlatadigan bo'lsak, unda organizm tomonidan magniy mikroelementining o'zlashtirilishi qiyinlashadi. Yoki fosforli o'g'itlarning haddan tashqari ko'p ishlatilishi natijasida organizm tomonidan rux mikroelementining o'zlashtirilishi qiyinlashadi. Shu sababli veterinariya vrachlari agronomlar bilan, agroximiklar bilan hamkorlikda ishlab, tuproq strukturasini o'rganib, qaysi mikroelementning qay darajada kerakligini hisobga olib, profilaktika ishlarini olib borish kerak. Gipokobaltoz to'g'risida to'xtalamiz. Gipokobaltoz bu kobalt elementining organizmda yetishmasligi natijasida kelib chiqadigan surunkali kasallik bo'lib, bunda organizmda namoyon bo'ladigan o'zgarishlar organizmning, hayvonning demak tana vaznining kamayishi, og'riqlashi, suxotka deb ataladi demak shu holatda manfiy azot balansining hosil bo'lishi, suyaklar distrofiyaning o'zgarishi, teri qoplamasida yaltiroqlikning pasayishi bilan xarakterlanadigan kasallik bo'lib hisoblanadi. Gipokobaltoz kasalligi turli mamlakatlarda turlicha ataladi. Misol uchun Rossiyada suxotka nomi bilan, bolotnoy bolezn deb atalsa, Avstraliyada enzotichеский marazm nomi bilan ataladi yoki beregovaya bolezn. Amerika Qo'shma Shtatlarida esa priazyorniy bolezn deb nomlanadi. Chunki bu kasallik asosan qumloq joylarda, torfli, botqoqli joylarda demak ko'proq uchraydi. Shuning uchun nimalarda, mamlakatlarda shunday nomlanishiga asosiy sabab shu. Gipokobaltoz kasalligi tuproqda kobalt elementining 1,5-2 mg kilogramdan kam bo'lgan hududlarda, oziqa tarkibida 0,120, 0,125 mg kilogramdan kam bo'lgan hududlarda kelib chiqadi ko'pincha. Kobaltning tuproqdagi miqdori 3 dan 30 mg kilogramni tashkil etish kerak. Kobalt yetishmasligi yana boshqa qo'shimcha sabablar bularga hayvonlarni oziqlantirish tipi bilan bog'liq. Silis jon tipida oziqlantiradigan bo'lsa yoki silis konsentrat tipida oziqlantiriladigan bo'lsa, o'sha hududda tuproqda o'simliklarda kobalt elementi yetishmaydigan bo'lsa-yu, demak kech kuzdan boshlab erta bahorgacha hayvon organizmiga premikslar, kobalt saqlovchi tuzlar qo'shilmaydigan bo'lsa, mana ularda demak kasallikning kelib chiqishi tezroq namoyon bo'ladi. Kasallikning belgilari quyidagilardan iborat bo'ladi. Kasallikda mana uning ta'sir etish mexanizmidan kelib chiqib, kobalt elementi organizmda vitamin B12 ning tarkibiga kirganligi bilan ahamiyatli. Chunki vitamin B12 siankobalaminning tarkibida 4,5% gacha kobalt saqlanadi. Shuning uchun kobalt elementi oqsillarning mikrobial sintezlanishi uchun demak nihoyatda muhim. Demak, kavshovchi hayvonlar oshqozon oldi bo'lmalarida 1 ml suyuqlikda 750 mingtagacha bir hujayrali organizmlar yashaydi. Mana shu organizmlar tomonidan birinchi mikrobial oqsil sintezlanadi. Ular demak 4-qorin shardonga o'tgandan keyin u yerda o'zini qobig'i erib, yana aminokislotalarga aylanib, bular himusdan keyin demak jigarga so'rilib, demak vitamin sintezlanadi. Mana shu vitaminlarning, B guruh vitaminlarining barchasi
hayvon organizmida sintezlanadi. Demak, oshqozon oldi bo'lmalaridan boshlab. Kobalt yetishmasligi, vitamin B12 ning yetishmasligi qon ishlab chiqarishi uchun zarur bo'lgan folat kislotasining uning metabolitik faol formasi tetragidrofoliy kislotaga o'tishini qiyinlashtiradi. Folat kislotasining yetishmasligi qon ishlab chiqaruvchi hujayralarda, eritroblastlarda, normoblastlarda DNK sintezini izdan chiqarishi hisobiga, demak, hali nima sifatsiz eritrotsitlarning hosil bo'lishi, ularning gemoglobin bilan to'yinmaganligi yuzaga kelib, alimentar anemiyaning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Birinchidan, demak, endi anemiya bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi organizmda manfiy azot balansi hosil bo'ladi. Buning natijasida organizmda ariqlash yuzaga keladi. Kasallikning oxiriga borib, demak, endi kakeksiya holatiga yetishi mumkin. Bunda, demak, infeksion kasalliklardan paratuberkulyozga o'xshagan klinik belgilar yuzaga keladi. Demak, endi nimada profuzniy panos deydi, demak, endi ich o'tishining kuchayishi natijasida yo'g'on bo'lim eshaklarda, demak, o'sha epitelial to'qimaning qalinlashi hisobiga suyuqlikning so'rilishi kamayadi va ich o'tishini, demak, kuchaytirishga olib keladi bu holat. Hayvonlarda yana xarakterli klinik belgilardan teri qoplamasidagi bo'lgan buzilishlar, teri qoplamasining quruqlashuvi, unda jiropotning kamayishi, xususan qarakol qo'ylarida bu juda ham klassik holatda ko'riladi. Qarakol qo'ylarda, demak, jiropot degan narsa bor junning tarkibida. Demak, Toshkent viloyatining Kelis shaharchasida bu yerda junni qayta ishlaydigan korxona bor. Mana shu korxonada, demak, qarakolchilik xo'jaliklaridan borgan jun yuvilganda undan, demak, jiropot olinadi. Bu rangsiz, quyuq, demak, eritma bo'lib, undan lanonin, ya'ni, demak, vazelinning sifatlisi bundan tayyorlanadi meditsina sohasida. Qo'ylarda, demak, shu jiropotning kamayishi natijasida jun quruqlashadi va tullashning kechikishi hamda erta bahor oylarida jun piyozchalarida yuqorgi qismidan junning sinishi natijasida, quruqlashi natijasida junning bir bo'laklari buttaga ilinib, demak, dalada qolib, ular yalang'och holatga kelishi mumkin biqinlarda. Mana shunaqa holat. Mana bu rasmda ko'ringan klassik holatdagi, demak, hayvonda kifoz holati, bel umurtqasining, demak, yuqoriga ko'tarilishi, tullashning kechikishi, mana bu holatlar. Albatta, bunda agar ko'zga ko'rinadigan shilliq pardalarni ko'radigan bo'lsa, shilliq pardalarning oqarishi, tana vaznining keskin kamayishi, mahsuldorlikning keskin kamayishi, mana bu ko'rsatkichlarni, demak, bu rasmlardan ko'rish mumkin bo'ladi. Mana bunda ham kifoz holati, umurtqa pog'onasining yuqorida ko'tarilishi, demak, qabirg'alarning mana bemalol ko'rinishi, shu holatga, demak, olib kelish bu xo'jalikda chorvachilik madaniyatining pastligidan dalolat beradi. Oxir oqibat, agar olinmasa, davolash tadbirlari kechiktiriladigan bo'lsa, hayvon o'zini gavdasini o'zi ko'tara olmaydi. Chunki suyaklar distrofik o'zgarishlarning rivojlanishi natijasida mana ko'taran bo'lib qoladi. Mana shu holatlarda va o'limga, demak, mubtalo bo'lishi mumkin. Mana bu rasmda ham xo'jalikning o'rtasida hosil bo'lgan, demak, yomg'ir suvi, siydik, jija, demak, shu suvlarni ichishi bu hayvonni, demak, ishtahasining o'zgarishi. Lizuka deymiz endi. Devor tubini yalaydi, sho'r tuproqni, sho'r suvni ichishni yaxshi ko'radi. Mana bular esa organizmning xarakterli klinik belgilaridan bo'lib hisoblanadi. Davolash uchun nima qilish kerak? Davolash uchun bunda kobalt xlor tuzidan foydalaniladi. Kobalt xlor tuzini, demak, organizmning talabi, unga bo'lgan talabi bir bosh sigirga 20-40 mg, bir bosh buzoqqa esa 10-20 mg, qo'ylar uchun 2,5-5 mg ni tashkil etish kerak. Yil davomida osh tuziga kobalt xlor tuzini qo'shib, mis sulfat tuzini qo'shib, kaliy yod tuzini qo'shib berib, mana shu boyitilgan osh tuzidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda 1 tonna osh tuziga 300 gram
demak kobalt xlor tuzini qo'shish mumkin yoki 100 kilogramm osh tuziga 30 gramm kobalt xlor tuzini qo'shish mumkin. Demak 2 kilogramm osh tuzini olib, unga 30 gramm kobalt xlor tuzini aralashtirib qolgan 98 kilogrammini oxirga yoyib, uni ustiga demak baravar teng miqdorda demak endi to'kib chiqib, har tomonlama demak uni mukammal aralashtiradigan bo'lsa agar boyitilgan osh tuzi hosil bo'ladi. Shu uchun bunga antigenetiklarni qo'shish mumkin. Demak, yod saqlovchi tuzlarni, hali mis saqlovchi tuzlarni qo'shib, boyitilgan holatda qo'ychilik xo'jaliklari uchun ham, qaramolchilik xo'jaliklari uchun ham erkin holatda demak berishni tavsiya qilish kerak. Yoki tuproqqa sepish kerak. Endi hozirgi vaqtda iqtisodiy nuqtai nazardan kelib chiqib 1 kilogramm tuproq 1 gektar tuproqqa demak endi 5-6 kilogramm kobalt xlor tuzini sepiladi oldin endi samolyot bilan orqali yoki traktorlar bilan orqali. Lekin hozir iqtisodiy nuqtai nazardan kelib chiqib, uni mana shu osh tuziga aralashtirib, bemalol individual holatda yoki guruh holatda hayvonlarga berishni tavsiya etish mumkin bo'ladi. Mana bu jadvalda kobalt xlor va boshqa mikroelementlarning hayvonlar turi bo'yicha ularning dozasi belgilangan. Bunday kasalliklarni davolashdan ko'ra ularni oldini olish samarali bo'lib hisoblanadi. Shu uchun yil faslidan kelib chiqib, qachonki demak kech kuzdan boshlab qish davri, erta bahor oylarida to og'zi ko'kka yetgunga qadar, quyosh nuridan maksimal foydalanadigan davrga yetgunga qadar, matsiyoni demak yetarli darajada bo'ladigan davriga qarab, demak mutaxassislar mana shu kobalt xlor bilan, mis sulfat tuzi bilan, kaliy yod tuzlari bilan boyitilgan demak aralashmalarni yoki demak premikslarni berishni tashkil etish kerak. Shundagina hayvon organizmining talabi qondiriladi, organizmda qon ishlab chiqarish ham yetarli miqdorda bo'ladi. Biz demak sog'lom va mahsuldor hayvonlar podasini yaratishga erishamiz. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun.